Sochimizni bo'yaymiz bugun. Shunaqa rangga 3 ta kraska oldim. Sochimga yetadimi, yetmaydimi bilmayman hali. Qo'yib ko'ramiz. Hozir bittasini ochib ko'rsataman. Uy. Bunaqa. Sochim uzun bo'lgani uchun 3 ta oldim. İçida o'zini tarog'i va pechatkasi bo'ladi. Voyey. Nima bu? Kerak emas. Nima bu? Uy. Pechatkasi tushib ketdi. Ha, bu bu üstünge kiyib o'tiradigan. Mana bunaqa. Bunaqa qo'yadigan ekan bu. Bu tarog'i, shotkasi. O'zim sochimga tarab ko'rsataman mana. Bunaqa qilib. Shu bilan sochimizni bo'yab, keyingi videoda hozir sochim ahvol qaranglar. Keyingi videoda sochim hozir qora. Rang chiqmaydimi ko'ramiz. Keyingi videoda chiqaraman. Sochim shunaqa rang bo'ldimi, bo'lmadimi aytib o'rasizlar. Juda o'zim bo'yamoqchiman. Meni sochim uchun Koreyada salon juda ko'p pul olib ketadi.